Va nihoyat sizlar va bizlar kutgan kun keldi do'stlar. FIFAning rasmiy saytida, ya'ni FIFA Jahon chempionati 2026-yilgi bo'lib o'tadigan qur'a tashlash marosimida 5-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Bu Jahon chempionatining 2026-yilgi qur'a tashlash marosimida ishtirok etadigan boshlovchilar va san'atkorlar nomini ma'lum qildi. Washington shahridagi Kennedy markazida tashkil etiladigan tadbirda supermodel Heidi Klum, taniqli komik aktyor Kevin Hart va hamda aktyor Danny Ramos olib boradi. Albatta, marosimning badiiy qismida esa jahon estradasining haqiqiy va haqqoniy yulduzlari sahnaga chiqadi. Jumladan Italiyalik mashhur tenor Andrea Bocelli, Britaniyalik pop yulduz Robbie Williams va xonanda Nicole Scherzinger o'z chiqishlari bilan mehmonlarni xushnud etadi do'stlar. Albatta, shuningdek afsonaviy Welsh People guruhi, ya'ni hamda tadbirda ishtirok etib o'zlarining mashhur Yamskva qo'shig'ini ijro etishi kutilmoqda do'stlar. Eslatib o'tamiz, tarixda ilk bor va 8 ta jamoa ishtirok etadigan mundialda qur'a tashlash marosimi Toshkent vaqti bilan 5-dekabr kuni tunda soat 22:00 da bo'lib o'tadi do'stlar. Ushbu marosimda O'zbekiston milliy terma jamoasi ham o'z tarixida ilk jahon chempionatiga raqiblari bilib oladi do'stlar. Albatta, videoni do'stlaringizga yuboring va qur'a tashlash marosimini xabardor qiling. Biz O'zbekiston terma jamoasini hamda o'zimizning ham qo'llab-quvvatlaymiz albatta. Videoga like bosamiz, tanishlaringizga, do'stlaringizga yuboring videoni. Maksimal darajada podderskada bo'lingizlar do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.